11 aprel kuni ayrim joylarda 35 daraja isiydi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 11 aprel kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi esa 28-30 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22, kunduzi esa 28-33 daraja iliq bo'ladi. Navoiy va Buxoro viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja, kunduzi esa 30-35 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi esa 26-31 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi esa 25-30 daraja iliq bo'ladi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.